Qani ayt, maqsading nimadir sening? Nega tilkalaysan bag'rimni ohang? Nechun kerak bo'ldi senga ko'z yoshim? Nechun kerak rubob senga shuncha g'am? Eshilib, to'lg'onib ingranadi kuy, qaylaridan kelmoqda bu ohi faryod. Kim u yig'layotgan Navoiymikin va yo maykuychisi Hayyomikin dod. Yetar ey cholg'uvchi, bas qil sozingni, bas yetar ko'ksimga urmagil xanjar. Nahotki dunyoda shuncha g'am bordir, agar shu munojot rost bo'lsa agar aldamasa shu sovuq simlar, gar shul eshitganim bo'lmasa ro'yo. Sen beshik emassan, dorsan tabiat. Sen ona emassan, jallodsan dunyo. Eshilib, to'lg'onib ingranadi kuy, asrlar g'amini so'ylar munojot. Kuyi shunday bo'lsa, g'amning o'ziga qanday chiday olgan ekan odamzod.